Birinci türkümdeki kişiler Allah'ın hidayetine erişidi iken, Kur'an ulağa yetekçi buludu iken. İkinci türkümdeki kişiler olsa, ulağa Kur'an yetekçi bulanmaydı iken. Kur'an'ın ayet ulağa yetkizilsin, agahlandırılsın ulağa bari bir iken. Ular dünyada kalplerinin peçetlenishi, kulaklarının peçetlenishi, gözlerinin perlenişinden azap kurtulgan bolsa, ahirette ulağa yani dertlik azap var. Demek ular qanday insan ekan? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu qardaşlar. Qarınlarda bo'lgandek biz ilgirki dersimizde Sura Baqara'ningki 1-oyatidan 5-oyatigacha bo'lgan mazmunlarni o'qiydik. Alloh subhanahu va taolo Sura Baqara'ningki 1-oyatidan 5-oyatigacha bo'lgan mazmunlarda dunyo va oxiratdagi haqiqiy utuq qozong'uvchi kishilardan xabar bergan. Yani Kur'an'ın hidayetiga erişeleydigan, Kur'an'ın hidayetiga erişip kalbide Allah'a iman eytip, şerk tülen namaz okup Allah'a bağlandıgan, ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala nimeni rizq qilib bergan bolsa, nimeni nimet qilib bergan bolsa, uni jamiyatiga sarf qilish orqali, yaxshilarning keyinida turish orqali, va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va ilgirki payg'ambarlarga tushgan kitobga ishonish orqali Allah subhanahu wa ta'alaning hidayati ustida mustahkam turadigan, oxiratga shaksiz ishonadigan va haqiqiy utuq qozongan kishilarning xabar bergan edi. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Sura Baqara'ning 6 va 7-oyatida bo'lsa, yana bir turli kishilarning xabar berdi. Bu kishilar qanday kishilar desanglar, hidayatga Qur'onning nuriga ko'zni yumib olgan kishilar. Yuqorqi 5 oyati bo'lsa, hidayatga Qur'onning nuriga ko'zni ochgan, qalbini ochgan kishilardan xabar bergan bo'lsa, dal aksicha ma 2 oyatda hidayatning nuriga ko'zni yumib olgan kishilarning ahvoli va ularningki ruhiy holati bo'lgan ishlari va shundaqla ularning oqibatidan xabar berdi. Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi 7 oyatda ikki xil kishilardan xabar berish orqali sen qaysi yo'lda mangasa, qaysilarning sebebida tursa, qalbida xato yo'lga kirib qolmasam bo'ladi deb qo'rqinchi bo'lgan, to'g'ri yo'lni izlaydigan, qalbi durust bo'lib, ondan keyin Alloh subhanahu va taoloni aqliy ko'z bilan ko'rib, uningga iymon etgan, namoz o'qish orqali Allohga bog'langan, Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsalarni jamiyatiga sarf qilish, yaxshilarning keyinda turish orqali jamiyatiga naf yetkazib, jamiyatidami yaxshi deb tariflangan, Alloh subhanahu va taolo nazaridami yaxshi bo'lgan, payg'ambariga, ilgirki payg'ambarlarga ishongan, oxiratga shaksiz ishongan, Alloh subhanahu va taoloning hidoyati ustida mustahkam turgan va haqiqiy utuq qozongan kishilar qatorida turamsa, va yoki qalbida cho'ngchilik bo'lgan, iymon va hidoyat nuridan mahrum qolgan kishilarning qatorida turamsa deb keyindilam mana shu dal aksi bo'lgan, ziddi bo'lgan kishilarning xabar berdi. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Qarab baxadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo 6-oyatda nima dedi? Innallazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Haqiqatan kafirlar sen ularni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni Qur'on yetmagan kafirlar haqida emas, Qur'on yetgan, orasidan payg'ambar chiqqan, payg'ambarlarning so'zini ularga yetkazgan, haqiqatni ko'rib turib iymon etmagan kishilar haqida so'zlayotdi. Ya'ni shundaq bir turkum kishilar borki, ular Qur'onni ko'rdi, haqiqatni ko'rdi, islomning haqiqat ekanligini bildi, lekin ular qalbidagi cho'ngchilik sababli, muttaqin bo'lmaganligi uchun, xato yo'lga kirib qolishdan qo'rqmaganligi uchun ular iymon etmadi va ular iymon etmaydi. Dal mana shu kishilar bo'lsa, haqiqatni yaxshi ko'rmaydigan kishilar. O'ylab qolamiz, haqiqatni ko'rib turib nima uchun iymon etmaydi deb. Insonning qalbida ana shunday cho'ngchilik bo'lg'achqa iymon etmaydi. Shundaqla o'ylab qolishingiz mumkin. Nima uchun kishilar haqiqatni yomon ko'radi deb? Chunki haqiqatningki mas'uliyati bor. Haqiqatni ko'rib bo'lgandan keyin, uniga iymon etgandan keyin, uniga amal qilsa bo'ladi. Shunga nurg'unlagan kafirlar haqiqatning haqiqatligini bilsa-mu, uniga ishonmaydi, hatto uni yomon ko'radi. Nima uchun? Mas'uliyatdan qochib. Masalan, islomdan iborat bir haqiqatni ko'rgandan keyin bu namoz o'qish kerak. Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsani sarf qilish kerak. Mana shu mas'uliyatlardan qochib bir turkum kishilar iymon etmaydi. Mana bu shunday hidayatni ko'rib turib ko'zni tingib olgan kishilarga qanchalik so'zlayli, qanchalik oyatlarni ular o'qiyli, ular iymon etmaydi. Xuddi ular quyosh nuridan ko'zni tingib olgan kishiga o'xshaydi. Ko'zni tingib olgan kishiga quyosh nurini qanchalik ko'rsasak ular ko'ralamdi? Ko'rolmaydi. Quyosh nurini ko'rish uchun ko'zning pardasini elish kerak. Lekin bular haqiqatning mas'uliyatidan, qalbidagi cho'ngchilik sababdan iymon etishdan bosh tortgan kishilar. Mana bunday kishilarga Qur'on hidayat bo'lmaydi. Ya'ni ularni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi degani mana shu. Ya'ni Qur'on ularga yetakchi bulanmaydi. Shundaqla bu oyat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yo'lida minib, islomni yetkazish xizmatining ustiga og'illarning, ma'rifchilarning, da'vatchilarning, hattoki ota-onalarningki qalbiga bo'ladigan bir shifo bo'ladi.
Qanday desanglar, kafirlar ishidan bo'lsin, musulmonlar ishidan bo'lsin, hidoyat bo'lsin va tavfiq bo'lsin. İslam ishidagi bu inson tirishga buyurilgan, lekin uning natijasi Alloh qo'yilgan bir ish. Masalan, biz kishilarga da'vat qilishga buyurilgan. Endi bir turkum kishilar borkan, ularga so'zlayli, so'zlamayli iymon etmaydi ekan. Bugungi jamiyatimiz qarab qolgan bo'lsak, kishilarga da'vat ta'sir qilmaydigan bo'lib ketdi. Ular mush kishilar o'xshaydi deb da'vatni yaltishga, ularga haqiqatni yetkazishni voz kechishga aslo va aslo bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonlarning qalbini bilgachga bir turkum kishilardan xabar berdi. Hargizmi yaltib olish uchun emas, texmi chingishimiz uchun bir turkum kishilar bor. Ular iymon etmaydi. Haqiqatni ko'rgan, haqiqatni yaxshi ko'rmaydi. Lekin bizning vazifamiz qanday qilish? Davomli da'vat qilish, davomli yetkazish. Muhojirlarning vazifasi, kishilar suslashgan bo'lsa-mu, qiziqmagan bo'lsa-mu, to'xtamay tirishish. Ota-Allohning vazifasi bo'lsa, bolalarning o'zi tirishqanchilik va kutganchilik bir natijani ko'rmagan bo'lsa-mu, ularning vazifasi tirishish, farzandlari uchun badal to'lash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga bu oyat Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir turli kishilarga da'vat qilib, ular iymon etmagandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularning iymon etmaganligini ichib tushib ketgan vaqtida andan keyin nasil bo'lgan. Boshindaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Fala'allaka baghiyun nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadal hadisi asafa" sen ularning iymon etmaganligi afsunib o'zingni halok qilamsa deyish orqali Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tasalli bergan. Demak, bu oyat bizga o'zimizning iymonda mustahkam turishimiz uchun, boshindaqla qarish tarafni bilib olishimiz uchun, chunki bir narsa zid bilan bilinadi ya, shuning uchun nazil qilingan. Demak, bu yerda ikki turkum kishilar bor ekan. Birisi qo'rqqan, xato yo'l kirib qilishdan qo'rqqan kishilar. Yana birisi bo'lsa qo'rqmagan kishilar. Ya'ni xato yo'l kirib qilishdan qo'rqmagan hakavur kishilar. Birinchi turkumdagi kishilar Allohning hidoyatiga erishadi ekan. Qur'on ularga yetakchi bo'ladi ekan. Ikkinchi turkumdagi kishilar bo'lsa, ular Qur'on yetakchi bo'la olmaydi ekan. Qur'onning oyati ularga yetkazilsin, ogohlantirilsin, ularga baribir ekan. Alloh subhanahu va taolo mana shu ikki yuqori va tuvan kishini bizniki o'zimizning mustahkam turishimiz uchun nazil qilgan. Alloh subhanahu va taolo undan keyin 7-oyatda "Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim ghishawa va lahum azabun azim" deyish orqali Alloh subhanahu va taolo ularning qalblarini, dillarini, quloqlarini, ko'zlarini payrilib o'tganligi, pechat o'tganligini xabar beradi. Ya'ni ular ana shunday hidoyatni ko'rib turibmi, haqiqatni bilib turibmi, qalbidagi cho'ngchilik sababli va shundaqla manfaat parastligi sababli va yoki qalbidagi qattiqligi, samimiyatsizligi sababli iymon etmaganligi uchun va yoki mas'uliyatning ig'irligidan qochib iymon etmaganligi sababli Alloh subhanahu va taolo ularni jazo oldi. Qanday jazo oldi? Ularning qalbini pechatlayotdi. Ularning quloqlarini pechatlayotdi. Ko'zga parda qo'yibdi. Insonning qalbi pechatlansini bildi, bilamsizlar? Bir narsaning to'g'ri ekanligini biladi, lekin uni qilmaydi. U yo'lda mangmaydi. Ma iymon masalasi, to'g'ri yo'lda menish masalasi bu aql masalasi emas. Bu qalb masalasi. Aql uning to'g'ri xato ekanligini ayib beradi. Qalb uningga eriydi, uningga moyil bo'ladi. Masalan, qarab qarag'an bo'lsak, dunyodagi eng cho'ng jinoyatni ishlaydigan mafiyalarning, qor jamiyatlarningki katta ishlari eng aqlli insonlar. U aqlli insonlarning aqli u xato yo'ldan nima uchun qaytara olmaydi? Uning xato ekanligini biladi, lekin qalbi echilmadi. Qalbi pechatlangan. Ma qalbi pechatlanish aziz qardosh, nihoyat xatarlik bir kasal bu. Nurg'unlagan o'sha aqlli kishilar borki, ular qalbi pechatlanganlik sababli to'g'ri yo'lda mangmaydi, hidoyatdan mahrum bo'ladi. Qur'on Karimdagi Abu Jahil, Abu Lahablarni divan insonlar, aqli yo'q insonlar deb o'ylab qolmanglar. Ularning amaliyotda aqli bor, lekin qalbi pechatlangan. Sodiq intoyin mahir ular, Mekkening katta boshları ular. Aqlsiz inson bir rayonga, bir shaharga boshliq bo'la olamdi? Bo'lolmaydi. Demak, ular ana shunday aqlli inson, lekin qalbidagi hakavurlik sababli, to'g'ri yo'lni izlaydigan to'g'ri pozitsiya bo'lmaganligi sababli khatamallohu ala qulubihim. Alloh ularning qalbini pechatlayotgan. Aqli to'g'ri yo'lni bilsa-mu, qalbi to'g'ri yo'lga irmaydi, mangmaydi. Va ala sam'ihim. Alloh subhanahu va taolo ularning quloqlarini pechatlayotgan. Ular to'g'rini anglayolmaydi. Bir to'g'ri gap qilinsa, nurg'unlagan to'g'ri gaplarning ichidan kishilarga xatodek tuyg'u beradigan gaplarni anglaydi, kishilarga uni tarqitadi. Va ala absarihim ghishawa. Ularning ko'zlari paylangan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularning ma'naviy ko'ziga shunday bir parda qo'yib o'tganki, ular haqiqatni ko'rmaydi. Ko'z oldida haqiqat bo'lsa-mu, ko'rmaydi. Ular ana shunday aqlli insonlar, lekin qalbi pechatlangan, quloqlari pechatlangan, ko'zlari paylangan insonlar. Bunda deyilsa, ba'zi kishilar so'rashi mumkin. Alloh subhanahu va taolo ularning qalbini pechatlayotsa, ularning nima gunohi bor? Alloh subhanahu va taolo ularning qalbini 5 tildan pechatlayvermadi. Ular cho'ngchilik qildi, hakavurlik qildi, manfaat parastligi sababli haqiqatni ko'rib turibmi, ishonmadi, mas'uliyatdan qochib haqiqat yo'lda mangmadi. Mana bu sababdan uningga jazo bo'lib, Alloh subhanahu va taolo ularning qalbini qanday qildi? Pechatlayotdi. Bu nimaga o'xshaydi desanglar, bir odam quyosh nuridan qochib bir uyning ichiga kirib olsa, yillarcha uyning ichidan chiqmasa, bir qancha yildan keyin uyning sirtiga chiqqan vaqtda ko'zi ko'rmaydigan bo'lib qolsa, bu kimning gunohi? O'zining gunohi. Dal shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo ularniki tarsalik qilganlik uchun, hakavurlik qilganlik uchun Alloh subhanahu va taolo ularning qalbini pechatlayotgan. Agar ular to'g'ri pozitsiyada bo'lgan bo'lsa, taqvodor kishilarga o'xshash Alloh subhanahu va taolo ularga hidoyat qilgan bo'ladi. Qur'on ularga yetakchi bo'lgan bo'ladi.
Va lahum azabun azim. Oxiratda bo'lsa, ularga nayt qattiq buyuk azob bor deydi Alloh subhanahu va taolo. Ular dunyoda qalblarining pechatlanishi, quloqlarining pechatlanishi, ko'zlarining parilishi bilan azob quchirgan bo'lsa, oxiratda ularga yana dardlik azob bor. Demak, ular qanday inson ekan? Dunyodami baxtsiz, oxiratdami baxtsiz. Birinchi oyatdan 5-oyatgacha bo'lgan insonlar qanday insonlar ekan? Dunyodami baxtlik, oxiratdan baxtlik. Chunki dunyoda Allohga iymon etish, namoz o'qish orqali Allohga bog'langan, Alloh taolo rizq qilib bergan narsalarni sarf qilish orqali jamiyatga bog'langan. Ya'ni jamiyatga manfaat yetgan, dunyoda baxtli bo'lgan insonlar va shundaqla Allohning hidoyatiga erishib, oxiratda qutuq qozongan kishilar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu 7 oyatda eng baxtli inson bilan eng baxtsiz insondan xabar beryapti. Shunga har bir mu'min qalbidagi kibrni yo'qotish kerak, to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak. Mening qalbimda ana shunday kibrdan iborat bir cho'ngchilik paydo bo'lib qoldimi deb ensirab turish kerak. Chunki Hasan al-Basri rahimahulloh deydi, qandaq bir odam o'zining qalbida kasal borligidan ensirab turmaydi ekan, u munofiq bo'lib qolish ehtimoli bor deydi. Chunki haqiqiy mu'min qalbimda kasal paydo bo'lib qoldimi deb ensirab yuradi. Ammo akavr insoncho mening qalbimda hech qanday bir masala yo'q deb xotirjam yuradi, natijada xato yo'lga kirib qoladi. Alloh subhanahu va taoloning ma dunyoda insonga berilgan eng katta azob bo'lsa, u insonning qalbining pichatlanishi. Qalb pichatlandimi, to'g'ri ish uning ko'ziga xatodek ko'rinadi. Xato ish uning ko'ziga to'g'ridek ko'rinadi. Nadi sidqiliqlar uning ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Masalan, bugungi kunimizda biz qabul qilinmaydigan nurg'ulg'an axloqsizliklarni ba'zi kishilar madaniyat deb to'ydi-ku. Nima uchun? Ularning qalbi pichatlangan. Demak, qalb pichatlangan vaqtda mana shunda to'g'ri xato, xato to'g'ri, oq qora, qora oq ko'rinadi. Shuning uchun qalbimizning pechatlanib ketishini qattiq saqlashimiz kerak. Qalbimizning pechatlanib ketmaslik uchun nima ish qilishimiz kerak? Nimalardan saqlangan vaqtimizda qalbimiz pechatlanib ketmaydi? Birinchidan qalbimizning pechatlanib ketmaslik uchun Alloh taolo tarafidan qalbimizning kibrini yo'qotishimiz kerak. Chunki qalbni pechatlaydigan eng chong sabab bo'lsa kibr. Qanday bir odam menda aslo kibri yo'q deydi ekan, u odamning kibri bo'lish ehtimoli intayin yuqori. Mu'min men kibrli qilib soldimmi, cho'ngchilik qilib soldimmi deb o'zidan so'rab, o'zini tekshirib turadi. Ammo cho'ngchi inson bo'lsa aslo o'zini tekshirmaydi. Menda qilchilik kibr yo'q deb uni aslo qabul qilmaydi. O'zining bir inson ekanligini unutib tas qoladi. Shuning uchun qalbimizning pechatlanib ketmaslik uchun birinchi qilib kibrdan saqlanishimiz kerak. Kibrdan saqlanishimiz uchun qilgan ba'zi so'zlarda, ba'zi ish harakatlarda o'zini tekshirib turish kerak. İkinciden, ya'ni qalbimizning pechatlanib ketishiga sabab bo'lgan ishlarning ikkinchisi bo'lsa, gunohda davomlashish. Inson gunoh o'tkazadi, lekin gunohni qilavergan vaqtida, tavba qilmagan vaqtida insonning qalbi pechatlanib ketadi-da, u gunoh ishlar to'g'ri ishdek bilinadi. Hatta gunoh ishlarni oqlaydigan bo'lib qoladi. Mana bu gunoh ishlarni oqlash, uningga yaxshi nomni qo'yish bu qalbning pechatlanganligining eng chong alomati. Uchinchisi bo'lsa, oxiratni unutib dunyoga haddidan ziyoda berilib ketish. Alloh subhanahu va taolo ma dunyoni bizga shu dunyoda yashayverish uchun emas, oxiratga yetib olishimiz uchun berdi. Buni bir sabab qildi. G'oy qilmadi. Mu'min buni har vaqt esidan chiqarmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'on karimda shuning uchun va bitaghi fi ma atakallohu daral axirah va la tansa nasibaka minad dunya. Alloh subhanahu va taolo sana bergan narsalarni, ya'ni pul bo'lsin, nim bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo sana nim bergan bo'lsa, u orqali sen oxiratni ko'zla. Va la tansa nasibaka minad dunya. Dunyodagi nasibangni unutib qolmadi. Demak, mu'min mana bu shaklda tangpun minish kerak. Oxiratni o'limni unutgan asosda dunyo qalbimiz kirib qoldimi, bizning qalbimiz pechatlanib ketadi. Biz hiriskga mubtalo bo'lamiz, to'ymaslikka mubtalo bo'lamiz. Birini 2 qilsam deymiz, 2 3 qilsam deymiz. Bu o'lgüchilik asla va asla to'xtamaydi. Shuning uchun dunyo topayli, ammo dunyoni nega ishlatishimizni, qandoq betaraf qilishimizni o'ylab topayli va shundaqla uni oxiratga boradigan, ya'ni oxirat hayotimizni gullantiradigan bir vosita qilib olaylik. To'rtinchisi, gunohkor, fosiq muhiti ko'p turish. Fosiqlikni, gunohni inkor qilmaslik insonning qalbining pechatlanib ketishiga sabab bo'ladi. Inson bir gunohkor muhitda turgan vaqtida, gunohkor qancha ko'p bo'lib ketsin, jamiyatga butun kishilar uni qilgan bo'lsin, u gunoh bu. Mush tuyg'uni asla va asla yo'qotib qo'ymaslik kerak. Endi 11 inson ekan, balkim bilgini badu deb mahal shaklda yumshadikmi? Keyin uni to'g'ri tushunamiz. To'g'ri tushungandan keyin uni aqlaydigan yerga boramiz. Oxirida qalbimiz pechatlanib ketadi. Xo'sh, unda bo'lsa, qalbimizning pechatlanib ketmaslik uchun nima ish qilishimiz kerak? Birinchidan, qalbimizning yumshoq turishi uchun, doim Allohga bog'lanib turishi uchun maxfiy amalni ko'p qilishimiz kerak. Mayli sadiq bo'lsin, mayli Qur'on o'qish bo'lsin, mayli namoz o'qish bo'lsin, kishilar bilmaydigan bir amalimiz bo'lsin. Bugungi kunimizda nima ish qilaylik? Haj qilaylik, umr qilaylik, hatto bir namoz o'qiylik, hammani kishilar ko'rsatadigan, qo'llarga chiqaradigan bir muhit yashayapmiz. Mana bu riyoning bir turi. Riyo insonning qalbini Allohdan insonga bog'laydi. Ya'ni biz to'rlarga bir chiqqan vaqtimizda kishilar nima kutamiz? Bir yoqtirishni kutamiz. Uningga bir tan yurak berishni kutamiz. Mushlarning hammasi insonning qalbining qitishiga, qalbining pechatlanib ketishiga sabab bo'ladigan bir ishlar. Shuning uchun maxfiy amal insonning qalbini Allohga bog'lab, qalbimizning pechatlanib ketishininki oldini oladi. Shunga salaf olimlarimiz deydi, qalbni davolaydigan eng kuchli dori bo'lsa, sen bilan Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bir yaxshi ishning bo'lishi deydi. Ikkinchisi bo'lsa,
doim istig'for aytib turish. Bu istig'for aytish degan insonning qalbidagi kibrni yo'q qiladi. Ya'ni ey Alloh, men gunoh qilib soldim, men xatolik o'tkazib soldim, meni afv qilgin degan gap bu. Ya'ni astag'firullohal azim deb istig'for aytish og'zimizda, qalbimizda ana shu tuyg'uni paydo qilish, bu qalbimizni yumshatadigan, qalbimizni Allohga bog'laydigan, qalbimizningki bechalinib ketishidan saqlaydigan bir ish. Uchinchisi bo'lsa 5 vaqt namozni o'lcham bilan o'qish. Biz 5 vaqt namozning ta'siriga sal qaryapmiz. Amaliyotda kunda o'qiydigan bu 5 vaqt namozimiz bizning ruhiy kasalliklardan saqlaydi. Bizni ma dunyoning g'alg'achlaridan tozalab, Allohga bog'lab, har kuni bizni xuddi bir uskun zavod asli qaytarganga o'xshash iymoniy e'tiqodiy jihatda esimizga qaytaratdi. Lekin biz bugungi kunda namozni bir dora, uzuq emas bir yuk kirib olgan bo'lg'achqa, namoz o'qiymiz, ruhiy holatimizga ta'siri yo'q. Namoz o'qiymiz, ish harakatimizga ta'siri yo'q. Namoz o'qiymiz, axloqimizga ta'siri yo'q. Namoz o'qiymiz, qalbimizga hech qanday ta'siri yo'q. Vaholanki 5 qatim namoz o'qish deganlik Alloh bilan bir kunda 5 qatim munojat qilish deganlik. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Falyanzur kayfa yunaji rabbah." Bir odam namoz o'qigan vaqtida Robbi bilan qanday munojat qilishga qarasin, diqqat qilsin deydi. Demak, kunda o'qiydigan bizning 5 vaqt namozimiz bizning qalbimizni yumshitadi, Allohga bog'laydi, qalbimizning pechanib ketishiningki oldini oladi. To'rtinchisi bo'lsa Qur'on Karimni ko'p o'qish. Tafakkur bilan, tadabbur bilan o'ylanib turib, to'xtalib turib Qur'on Karim o'qish bizning qalbimizningki pechanib ketishining oldini oladi. Ondan keyin ya'ni 5-inchisi bo'lsa o'limni ko'p eslash, qalbimizni yumshatadigan, qalbimizning pechanib ketishining oldini oladigan bir ish. Qalb nima uchun pechanib ketadi? Qalbningki pechanib ketish sabablaridan birisi gunoh, ya'ni davomli gunoh dedik biz yuqori. Shundaqmi? O'limni eslagan vaqtimizda ma jahannamdan ketadiganligimiz, hisob kitobning bor ekanligini esimizga olamizda, qalbimiz yumshaydi. Yomonlikni o'zimizni tortamiz, gunohni o'zimizni tortamiz, natijada qalbimiz pechanib ketishdan saqlanib qoladi. Oxirida eng muhim sabab bo'lsa qalbimizning pechanib ketmaslik uchun Alloh subhanahu va taologa duo qilish. Bir payg'ambar, Allohning vahiy tushirgan payg'ambarning eng ko'p qilgan duosi nima edi? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib tushirguchi, boshqaruvchi zot, mening qalbimni dining ustida mustahkam qilgin deb Allohga duo qilish. Duo insonni Robbiga ulaydigan eng ulug' bir yo'l. Shuning uchun duoni ko'p qilish orqali qalbimizni yumshatib turishimiz kerak, Allohga bog'lab turishimiz kerak. Bunday vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizni yumshatadi, asla va asla pechatlab qo'ymaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda deganda "Kazalika yatba'ullohu ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar." Haka, u kishilarning qalbini qana qiladi? Pechatlaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni qalbimiz sog'lom, qalbimiz durust, kamtar, cho'ngchilikdan xoli holda taqvodorlarning qatoridan qilsinki, bu orqali biz Qur'onning hidoyatiga erishaylik. Allohga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lsin, g'aybga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lsin. Namoz orqali Allohga bog'lanaylik va buni his qilaylik. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizni rizq qilib bergan narsalar orqali chiqim qiladigan kishilarning qatoridan qilsin. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo 1-oyatdan 5-oyatgacha zikr qilgan ana shundaq hidoyatning ustida mustahkam turgan va dunyo va oxirat qozongan, muvaffaqiyat qozongan kishilarning qatoridan qilsin. Hargizmi 6-7-oyatda bayon qilingandek, haqiqatni ko'rib turib iymon etmagan takabbur, cho'ngchi Qur'onning hidoyati ularga baribir, ya'ni ogohlantirsin, ogohlantirmasin, ularga hech qanday ta'sir qilmaydigan. Ondan Alloh subhanahu va taolo ularning qalbini pechatlayotgan kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.